tengizga uylaning. Uyingizda bir avtomat kir mashina yo'qmi? O'shanaqa qizga oling. Nimaga desa, uyingizga o jomga kelib undan qilmaydi. Chunki avtomatda kir yuvgan qiz sizning uyingizga kelib o jomda kir yuvmaydi. Shuning uchun dedilar, qizi bor odam dedilar. Vaqti soati yetganda shunaqa joyga tushib qolish xavfi bo'ladigan bo'lsa, ataylab avtomat kir mashinani ishlamayapti deb turib, qo'lda ham kir yuvdirib tursin. Kunda shakar yeydigan bo'lsa, bir 2 kun 3 kun shakar ham olib kelmay tursin debdilar. Har kuni cho'katella yeydigan bo'lsa, birar hafta cho'katella ham nima qilmasdan, aya cho'katella olib kelmayapti, yo shakar olib kelmayapti dadam desa, dadingizni puli jichak qochib turibdi-da hozir desa, sabr qilishni ularni o'rgatish kerak ekanda. Aytgan degan qilib, o xalatenlikka qiladigan bo'lsa, ertaga erdi sho'rita. Lekin bozori chaqqon, suvchi eshikdan uzilmaydi. Chunki uyni chiroyli qilib qo'yishgan, keltirib. Har bir onani orzu havasi. Kelgan uyga kelib olib, kir yuvishni ham bilmas ekan, avtonomani ham bilmas ekan, jomda kir yuvmas ekan, palon bo'lmas ekan, piston bo'lmas ekan, deyotganlarni ham